Bir musulmonga nisbatan hikmat uning yo'qotib qo'ygan narsasi. Uni qayerda topsa uningga haqliq. Bu kitobda bizga ba'zida mu'min er va mu'min ayollarning pozitsiyalari bilan zinnatlangan go'zal bir manzara uchraydi-ki, biz bu manzara orqali tarixni kezib bugunga qadar kelamiz. Bu manzara bizga hadislarni ish faoliyatlarimizga o'zlashtirishga undaydi. So'zlarim tugay deganda, u bu yerlardagi ta'sirli ko'rinishlarning bir bo'limi bir-birini kuchaytiradigan xilma-xil xushbaraqning qoldiqi sifatida u manzarani o'ttirib qo'yishni muvofiq ko'rdim. Ey hamshiram. Mu'minlar onasi Hazrati Oysha mundaq deydi. Rasululloh mening yonimdagi vaqtida uning qishig'i bir yashangan ayol kelib edi. Rasululloh u ayoldan: "Siz kim?" deb so'radi. Ayol Jassamatul Muzaniyya deb javob berdi. Rasululloh u ayolga: "Balki sen Hassanatul Muzaniyya. Ahvolinglar qandaroq? Hammanglar yaxshi turib-tamsizlar. Bizdan keyin qandoq turib-atsizlar?" deb ahvol so'radi. U ayol: "Yaxshi turib-atamiz. Ota-onam sizga fido bo'lsin ya Rasululloh" dedi. U ayol Rasulullohning yonidan chiqib ketgan vaqtida men Rasulullohdan: "Ya Rasululloh, bu mo'mayni bakmi qizg'in kutib oldi" deb so'rab edim. O zot so'zimga javoban: "U ayol Xadicha radhiyallohu anha zamonasida bizga keladi. Ya'ni uning do'sti edi. Vafo iymon jumlasidandir" dedi. Dastlabida u yashangan ayolni Rasululloh taniyolmagan edi. Ayol tanishlik berganida Rasululloh uni tanib, izzat-ikrom bilan uni qizg'in qarshi oldi. U mo'may Xadicha radhiyallohu anhaning odatdagi bir do'sti bo'lg'achqila payg'ambarimizning alohida iltifotiga erishgan edi. Hazrati payg'ambarimiz Xadichaga bo'lgan vafodorlik uchun uning do'stig'imi izzat-ikrom qilib o'tadi. Haqiqatan ahdisiga vafo qilish iymonning jumlasidan. Muhammad ibn Vasi mundaq deydi: "Har qanday bir odam o'ziga ozg'ina bo'lsa hamroh bo'lgan har qanday kishiga illiq muomalada bo'lmay turib, hargizmi ihson maqomiga yetolmaydi. Shundaq, bu kishi o'zi boqqan qo'yni sassimi, qo'yni olgan kishiga u qo'y haqida nasihat qilib, bu qo'y ma'lum vaqt biz bilan birga yashadi deb uningga tortishadi." Ey hamshiram, agar o'zingiz va do'stingiz orasida ziddiyat yuz berib qolsa, ilgirki uning bilan inoq o'tgan shu daqiqalarni, uning bilan tang kulib, tang yig'lab beshinglardan o'tkazgan shu zamonlarni, hamda birlikda yegan tuz yemaklarni eslang. Ziddiyatni ulg'aytmang. Yomonlik bilan javob qaytarmang. Siz bilan qo'shningiz orasida xato tushunish yuz berib qolganida, kasal bo'lib qolganingizda uning sizni yo'qlaganligini, u sizning yoningizda turgan qattiqchilikni va Ramazondagi iftor vaqtidan burun sizga olib kirgan tomoq qachisini eslang. Chunki fazilatli kishilarning nazarida do'stlik xo'rlanmaydi. Agar biri sizga qasddan aziyat bersa, uningdan chiroyliqcha ayriling. Sen Odam alayhisalomning ikki bolasining yaxshiroqi bo'lgan Hobildek bo'lginki, qerindishi uningga yomonlik qo'lni uzatgandek, kiyimi u o'z qerinishiga qo'l uzatmadi. Chunki vafodorlik yaxshi bo'lish iymonning jumlasidan edi. Ey hamshiram, Ammor ibn Yasirning onasi Sumayya dastlab islomga kirguvchilarning 7-chisi edi. Mahsum jamiyati qattiq pishg'irim issiqda Sumayyani o'g'li Ammor va eri Yasir bilan qo'shib sahroga olib chiqib, ularga to'mir kiyim kiydirdi. Ularning ustiga yalqinchigan qumlarni to'kib, toshlar bilan ularni uratdi. Ammor va uning ota-onasi Makkaning pishg'irim issiqida sayliqda qiyin qistoqqa ilinayotgan vaqtda Rasululloh ularning yonidan o'tganida ularga mundaq deydi: "Ey Yasir oilasi, sabr qilinglar. Sizlarga va'da qilingan o'rin jannatdir." Shunglashqa Sumayya qiyin qistoqqa chidab, iymondan chiqib kofir bo'lishni rad qildi. Mushriklar uni vahshiylarcha o'ldirdi. Pastkash Abu Jahl uningga nayza sanjib jinini olgan edi. Shu sababdan islomdagi shahid bo'lgan ayolning tunjisi Sumayya bo'lgan edi. Ibn Hajar mundaq deydi: Mujohiddan naql qilingan sahih hadisga asoslanganda, islomdagi shahid ayolning tunjisi Ammor ibn Yasirning onasi Sumayya bo'lib, u yashangan ojiz ayol edi. Abu Jahl Badr g'azotida o'ldirilgan vaqtda payg'ambar alayhisalom Ammarga: "Alloh sening onangning intiqomini epadi" degan. Ey hamshiram,
o'lim butunlay oxirlashish bo'lmasdan, balki faqatla jannatga yoki do'zaxga boradigan uzun safarning boshlanishi. Haqda mustahkam turish umrni qisqartirmaganidek, ikkiyuzlimilik va maydonsiz bo'lib olish ham umrni uzartolmaydi. Muhim bo'lgani bizning qandoq o'lishimiz emas, balki bizning o'limdan burun qandoq yashaydiganligimiz. Qaysi yo'l bilan o'lib ketishni biz tanlay olmaymiz, biroq qaysi yo'l bilan yashashni tanlash bizning ilkimizda. Abu Bakr radhiyallohu anhu o'zining karvati ustida vafot topdi. Umar va Ali radhiyallohu anhular bomdod namozi o'qiyotgan vaqtlarda xanjar urilib shahid bo'ldi. Osmon radhiyallohu anhu Qur'on ustida bo'g'izlanib shahid bo'ldi. Abu Ubayda radhiyallohu anhu vabo kasal bilan vafot topdi. Ularning hammasi har xil yo'l bilan vafot bo'lgan bo'lsa-mu, biroq ularning hammasi Alloh uchun yashagan edi. Ey hamshiram, Imom Ahmad ibn Hanbal onasi haqida mundoq deydi. 10 yosh vaqtimda onam men Qur'on yotqizgan edi. U meni bomdod namozidan burun uyg'otib, Bag'dodning sovuq kechalarida tahorat suyimni isitib berdi va kiyimlarimni kiydirdi. Uningdan keyin ro'molni artib hijoblanatdi-da, uyimiz masjiddan yiroq, yo'l qop-qorong'u bo'lg'achqa meni o'z qo'li bilan yetilab masjidga olib qo'yatdi. Ey hamshiram, ayollar bo'lsa haqiqiy erlarni yetishtirib chiqadigan kishilar bo'lib, bu bo'shliqni erlardan hech kim to'ldira olmaydi. Siz aqidaning tunji qo'g'dug'uchisi va bu dinning himoya qiluvchisi bo'lib, oldingizdagi faqatla o'g'il va qiz farzandlar bo'lmasdan, balki ular er sahobalar va ayol sahobalarning izbosarlari. Balkim siz yetishtirgan bu bovoq Baytul Muqaddasning ozod qiluvchisi bo'lishi mumkin. Vatanimizning ozod qiluvchisi bo'lishi mumkin. Yoki payg'ambar alayhisalomning yolg'on yovdaq so'zlardan qo'g'daydigan hadis shunos biri bo'lishi mumkin. Va yoki kishilarning Alloh tarafiga bo'lgan yo'lni ochib beradigan bir da'vatchi bo'lib qolishi mumkin. Yoki u bovoq o'zining qalbi, mehr-shafqati va insonparvarligi orqali kishilarni Allohga chaqiradigan diyonatli doktor bo'lib qolishi mumkin-da, uning qo'li orqali kasal jasadlardan burun gunohkor qalblar shifolik berilishi mumkin. Balkim siz yaxshi tarbiyalagan qizingiz kishilarga va millatga naf yetkazadigan ulug' bir odamni eng yaqin vaqtda yetishtirishi mumkin. Natijada siz xabarsiz holda yuqorqilarning hammasi sizning savob daftaringizga yoziladi. Ey hamshiram, men o'qigan g'alati vaqaliklardan birisi mashhur grammatikanshunos olim Imom Sibavay vafot topgandan keyin uni bir kishi tushida ko'rib, uningdan ahvol so'rag'inida imom bundoq javob beribdi. Alloh xossin bo'g'ashqa tunishtirishga ehtiyoj yo'q degan so'zim sabablik Alloh meni kechirim qildi. Mashhur qiroat olimi Halil ibn Ahmadni bir kishi tushida ko'rib, uningdan ahvol so'rag'inida imom bundoq javob beribdi. Bir yashangan ayolga so'rib Fatihani o'gitib qo'yganligim sabablik Alloh meni kechirim qildi. Jannatga kirish qiyin deb sana kim dedi? Alloh bilan qasamki, jannat sizga oyog'ingizning bo'qqichidami bak yaqin. Faqatla siz niyatingizni durust qilib, butun qalbingiz bilan Allohga yuzlansangizlar bo'ldi. Ey hamshiram, Payg'ambar alayhisalomning davrida bir qartallik masjid tozlaydigan ayol bo'lib, bir kuni u ayol o'lib ketdi. Sahobalar u ayolning ishini kichik ko'rganda qilib, u ayol to'g'riliq Rasulullohga xabar yetkazmasdilar, uni dafn qilib atdi. Bir mezgildan keyin Rasululloh u ayolning yo'qolib ketganligini his qilib, u ayol to'g'riliq surishti qilib edi. Sahobalar u ayolning vafot topganligini xabar berdi. Shu hamon Payg'ambar alayhisalom, "Men uqtirib qo'ysanglar bo'lmamdi. Meni uning qabrisiga boshlab beringlar" dedi. Ular Rasulullohni yiliq ayolning qabrisiga boshlab berib edi. Rasululloh u ayolning namozini qayta tushirdi-da, uningdan keyin mundoq dedi. Bu qabrlar qorong'u zulmatga liq to'lgan bo'lib, ularning namozini tushirganligim sabablik ulug' Alloh u qabrlarni nurlantirib berdi. Bugungi kunimizda tarqalgan illatlardan birisi biror puldor yoki ta'siri kuchlik va yoki huquq o'rnidagi birlarining yaqini o'lib ketsa, hammaylar uningdan hol so'rab keladi-yu, ammo oddiy sodda bir kishi vafot topsa, uning jinoz namoziga sanoqli kishilar qatnashadi. Nihoyat ichinishli taraf shuki, o'limi manfaatga qarashliq murosimlardan biri bo'lib qoldi. Naql qilinishicha, cho'ng qozining ayol xizmatchisi vafot topganda savdogarlar, 100 obro'li kishilar va dangliq arboblar hammasi u qoziga tasalli belgilab kelibdi-yu, ammo u qozining o'zi vafot topganida bo'lsa,
o kishilarning hech qaysisi qozining meyit namoziga qatnashmabdi. Chunki ular o qozining o'rniga kelgan yangi qozining mansibini tabriklayotdi. Dinimizda yaxshi ko'rishmi ibodat. Shaxslarning qalbingizdagi o'rni ularning puldorligi va yoki mansibiga qarata bo'lmasdan, balki ularning Allohga bo'lgan yaqinligi yoki yiroqligiga qarata bo'lganda, bu bir ibodat. Masjid tozlaydigan ayolning Allohning diniga xizmat qilishdagi solih amallar o ayolning payg'ambar alayhisolamning nazaridagi qadr-qimmatini ko'targan edi. Biz insonning qadr-qimmati uning qo'l ilkidagi narsalar bilan bo'ladi degan ko'z qarashdan to'xtashimiz kerakki, odamning qimmati faqatlam qalbning sofligi bilan bo'ladi. Balkim hasiga tayangan holatda bomdod namoziga kelgan mo'ysibit kishi Allohning nazarida dunyodagi butkul davlatman kishilardan bak afzal bo'lishi mumkin. Ana shuningdek bu mo'ysibit cheni qisonlarda eg'ir saymonlarni ko'tara oladigan bo'lsa-mu, ammo namoz uyqudan yaxshiroqdir deb nido qilganida yotqinni ko'tarishga qurbi yetmaydigan yigitlardan bakrak, botur va kuchliroqdir. Tozalik ishchisi qaraganda podshohning vaziri Allohga bakrak suyimlik deb kim deyalaydi? Ana shuningdek jaynimizda yukinib o'ltirib, Allohim, hayotimning oxirini go'zal qilib bergin deb to'xtamasdan Allohga yalurdigan mo'mayga qaraganda puldor va chiroyli artist ayol Allohga bakrak yaqin deb kim deyalaydi? Kishilarning bizning nazarimizdagi qimmati ularning solihligi va Allohning diniga qilgan xizmati bilan o'lchilishi kerak. Solih puldor Allohga osiylik qildigan kambag'aldan afzal. Shundaqla solih kambag'al kishi Allohga osiylik qildigan puldor kishidan afzal. Suhayb radhiyallohu anhuning sodisi foydaga erishdi. Chunki u Alloh uchun mol dunyosidan voz kechalgan edi. Bilal radhiyallohu anhuning martabasi yuksaldi. Chunki u qoramtosh ostida azoblansa-mu Alloh yakki yeganidir. Alloh yakki yeganidir deb takrorlay olgan edi. Salman radhiyallohu anhu haqida payg'ambar alayhisalom Salman bizning oila a'zolarimizning biridir degan. U haqni izlash yo'lida dunyoni aylang'ashqa bu martabaga erishgan edi. Oddiy sodda va kambag'al kishilarga parvosiz qaramang. Qasam qilamanki, Alloh sizning puldor ayolga qilgan hadiyaringizga qaraganda, faqir miskin ayolga qilgan sadiqangizga bakrak rozi bo'ladi. Ana shuningdek, Alloh sizning bir dasta gul yoki bir qop tatliq turim ko'tarib, 100 obro'yliq mansabdor bir ayolni yo'qlaganingizga qaraganda, qo'lingiz quruq holatingizda bo'lsa-mu og'rib qolgan bir kambag'al ayolni yo'qlaganingizga sizdan bakrak suyunadi. Ey hamshira, Ömer radhiyallohu anhuning davrida bir turkum sut sotadigan kishilar bor bo'lib, ular sutga suv aralashtiradi. Buning bilan sutning hajmi ko'payib, eg'irlik ashatida ko'plab foydalanadi. Shuning bilan kishilar sut sotuvchilar haqida mu'minlarning amiri Ömer radhiyallohu anhuga shikoyat qilib bordi. Ömer radhiyallohu anhu bir chakarchi orqali bozorga mondoq deb farmon e'lon qildi. Ey sut sotuvchilar, sutga suv aralashtirmanglar. Bunda qilsanglar musulmonlarga xiyonat qilgan bo'lasizlar. Kimiki mushunda qildigan mu'minlarning amiri uni qattiq jazolaydi. Mu'minlarning amiri Ömer radhiyallohu anhuning xalqning ahvolini tekshirib turish odati bor edi. Bir kechasi u Aslam ismli xizmatchisi bilan sirtga chiqdi. U sirtni aylanib charchagandan keyin dam olish uchun bir tomning tubida o'tirdi va bir ayol bilan qizi o'tirsidagi bir dialogni anglab qoldi. U ayol qiziga mundaq deb o'tadi. Qizim, o'rnidan turib sutga suv aralashtirgan. Qiz onasiga, ana, Mo'minlar amirining jakarchisi bugun nima deganligini anglamadingmi? Ana qiziga, Umarning jakarchisi nima dedi? Qiz onasiga, Umar sutga suv aralashtirmaslik haqida farmon tushiribdi. Ana qiziga, tur o'rnidan. Sutga suv aralashtirib. Bunda qilganingni Umar va uning jakarchisi ko'rmaydi. Qiz, ey ana, Alloh bilan qasam qilamanki, men Mu'minlar amiriga oshkora so'rovlarda itoat qilib, maxfiy o'rinlarda itoatsizlik qilmayman. Garchi bizni Umar ko'rmasa-mu, Alloh bizni ko'rib turdi-ku, dedi. Umar radhiyallohu anhu bu parangni olgandan keyin xizmatchisini chaqirib, "Ey Aslam, bu ishga belgi qo'yib qo'ygan", dedi. Attiganda Umar radhiyallohu anhu Aslamni berib, u qizning eri yo'qligini o'qib kelishga buyurdi. Aslam u yerga berib, heliq uydagi kishilar haqida surishti qildi-da, u qizchaqning Sufyan ibn Abdullah ibn Rabi'aning qizi Ummu Ammara ekanligi, yashangan onasi bilan birga turdiganligi hamda eri yo'q ekanligi qatorliq ma'lumotlarga ega bo'ldi. Amirul Mu'minin heliq qizning eri yo'q ekanligini xabar berilgan hamon Abdullah
Abdurrahman va Osim qatorliq 3 o'g'lini chaqirtib akilib, ularga mundaq deydi. Aranglarda to'y qilishni xohlaydiganlar bormi? O'ylab qo'yay. Agar dadanglarning to'y qilish orzusi bo'lgan bo'lsa edi, bu qizni albatta o'zi olgan bo'ladi. Abdullah ibn Umar dadasiga mening ayolim bor dedi. Uning qarindoshi Abdurrahmonmi meningmi ayolim bor dedi. Osim ismli o'g'li bo'lsa, dada, mening ayolim yo'q. Meni shu qizga o'ylab qo'ygan bo'lsangiz, dedi. Umar radhiyallohu anhu o qizga elchi avatib, uni o'g'li Osimga o'ylab qo'ydi. Umar radhiyallohu anhuning o Osim ismli o'g'li esil, go'zal axloqli biri bo'lib, ayoli Ummu Ammora uningga 2 qiz tug'ib berdi. Ularning biriga Habsa, yana biriga bo'lsa Layla deb ism qo'ydi. Keyingi kunlarda Osimning qizi Layla Umaviylar xalifasi Marvon ibn Hakamning o'g'li, shu zamondagi xalifa Abdul Malikni Marvonning qarindoshi bo'lgan Abdul Aziz ibn Marvonga uylanadi. Va eri Marvonga to'g'ri yo'lda mustahkam turgan xalifalarning 5-si deb laqab qo'yilgan Umar ibn Abdul Azizni tug'ib beradi. Umar ibn Abdul Azizning bunday nom sharafga erishishining sababi bo'lsa, u intayin taqvodor va buvisi Umar ibn Xattob radhiyallohu anhudek nihoyat adolatli edi. Demak, sutchi qizda tepilgan Allohga samimiy bo'lish va Allohga ko'z tikish qarashi bu qizning xalifaning o'g'liga to'y qilishiga va u ayolning qizining xalifalikdan esil oiladan bo'lgan bir erga to'y qilishiga sabab bo'ldi. Va to'g'ri yo'lda mustahkam turganlardan keyingi xalifalarning eng afzali hisoblanadigan Umar ibn Abdul Azizning tug'ilishiga ham sabab bo'ldi. Ey hamshiram, erlarning qalbi Allohning ilkida. Siz qalbingizni Alloh uchun isloh qilingki, Allah uyingizning eshigiga sizga layoqatli qalb egisi bo'lgan birini akib beradi. Ey hamshiram, bir kun Oysha onamiz Rasululloh bilan o'tirib etib Rasulullohga Safiyaning shundoq va shundoq ishlari yetarlik, ya'ni uning bo'yi paka demoqchi edi. Payg'ambar alayhisalom Oysha onamizga: "Ey Oysha, sen shundoq bir so'zni so'zladingki, agar bu so'zing dengizning suyiga aralashtirilgan bo'lsa, albatta dengizning suyini buzgan bo'ladi", deydi. Amaliyotda Safiya onamiz pakar bo'lib, Oysha onamiz uningga tuhmat qilmagan bo'lsa-mu, biroq payg'ambarimiz uni cho'ng g'ayvat hisobladi. Yuqorida o'tganidek payg'ambarimiz g'ayvatni tonishtirib, g'ayvat degan qarindishingni u yoqtirmaydigan so'z bilan tilga ilishingdir deganida, bir odam: "Ya Rasululloh, qarindishim haqida degan so'zim amaliyotda uningda tepildigan ish bo'lsa-chi?" deydi. Payg'ambar alayhisalom uningga javoban: "Agar sen u qarindishingda tepildigan ishni desang, uning g'ayvatini qilgan bo'lasan. Agar sen uning haqida tepilmaydigan ishni desang, uningga tuhmat qilgan bo'lasan", dedi. Ey hamshiram, men bilan birga o'ylanib beqing. İnsanın e'tiqodi qanchalik kuchli bo'lishidan qat'iy nazar, u insoniylik doirasidan chiqib ketolmaydi. Ayol kishi har qancha e'tiqodli bo'lsa-mu, o'zining kundishiga kullamchilik qilib soladi. Bu ishning Alloh taolo bizning ichimizda yaratgan insoniy nafsi bilan munosabatli bo'lganchilik iymon bilan munosabati yo'q. Kishilar boshqalarning g'aybatini qilayotganida amaliy tepiladigan ishlarni deganga g'aybat bo'lmaydi deb qaraydi. Xuddi amaliy tepiladigan ish qarindishingizning go'shtini yeyishga ruxsat qiladigandek. Bugungi kunimizda kishilarning go'shtlari, yig'ilishdagi kishilarning ko'ngil ichish so'rinlari ahamiyatsiz paran qilish va ko'tildash ehtiyojini qondirish uchun parasiltib yeydigan ziyofatga aylanib qolganligini bayqaysiz. Xuddi bular kishilarga nazoratchi saylangandek, bularning tillaridan paloni kishining diyonati va dunyoligi, pustona ayolning obro'yi yoki hayoti qutulib qolmaydi. Ko'pincha ahvolda bularning ishlarini tanqidlamoqchi bo'lsangiz, qaysi xatoliqidan boshlashni bilmaysiz. Bularning qilgan tuhmatlarga kelsak, ularni deb tugitib bo'lmaysiz. Bo'lishiga ozlik qolgan nurg'un to'ylar buzildi. Sabab faqatla u tuhmatxo'rlarning birsi elchi yigitga uning nikohlanmoqchi bo'lgan qiz to'g'riliq bir hikoya to'qib yetkazgan edi. Albuki xuddi tuhmat qilingan bo'ra Yusuf alayhisalomning qinidan pok bo'lganidek, u qiz bu ishdan pokiz edi. Yana nurg'un kishilarning ta'minoti kesib etildi. Sabab faqatla u tuhmatxo'rlar hasad sababli boshqalar haqida yolg'on guvohlik bergan edi. Nurg'un sadiqalar Namrat muhtoj kishidan to'xtatildi. Sabab faqatla ichi tor, chidamas birsining sadiq qilg'uchiga paloni kishi Namrat emas. U pul g'ajlab narsa kerak setib oladi. Oshxonalarda tomoq yeydi deb qo'ygan edi. Amaliyotda u chidamas odam bu Namrat kishini faqatla ma'lum bir kuni bolalar uchun bir qop non ko'tarib olganligini ko'rgan.
yoki uni qassob yanida va yoki ko'ktat sotquchi yanida ko'rgan edi xolos. Bu tuhmatxo'r kishilarning tirikli dafn qilinishini ko'zlaydi.